Bir qitim Hazreti İsa ma'lum bir shaharga borgandan keyin butun badanini mahob qoplab ketgan bir kishi uni ko'ribla uning oyig'iga yiqilib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni keslimdan saqaytib poq qilg'aysiz" deb yolvirdi. Hazreti İsa uningga qo'lni tekkizib turib, "Xohlayman, poq bo'g'in" devidi. Bu odamning bandiki mahob kesili shu an saqaydi. Hazreti İsa uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin Uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligingni ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahob kesilidan saqayganlar qilishga tegishlik qurbonlikni qil" deb topiladi. Gerçi Hazreti İsa bu ishni hech kimga tinma degan bo'lsa-mu, u to'g'risidagi xabar texmu pur ketdi. Nurg'un xalq uning ta'limini anglash va o'z kasalini saqaytish uchun uning oldiga keladi. Hazreti İsa bo'lsa pat-pat tinch yalaga berib duo qiladi. Bir kuni Hazreti İsa ta'lim berayotganda uning yanida Parislar ve Tevrat ustazları o'tiradi. Ular Galiliya, Yahudiya o'lkalarining har qaysi yez qishloqlari va Yerusalimdan kelgan edi. Rabbimizning kuch qudrati Hazreti İsa'ga yor bo'lg'ashqa kasallarni saqaytib. Shu asnoda bir qancha kishi zambilga yotqizilgan bir polashni ko'tarib kelib, uni uyining ichidagi Hazreti İsa'ning oldiga akirishga tirishdi. Biroq odamning to'llig'idan kasalni akramay, o'ziga elib chiqib, o'zidan tunglik ichib, kasalni uyining ichiga zambilda tushirib, xaloyiqning orasida turgan Hazreti İsa'ning oldiga akeldi. Ularning ishonchini ko'rgan Hazreti İsa yilqi polachga, "Do'stim, gunohlarim kechirim qilindi" dedi. Yilqi Tevrat ustozlari bilan Parislar bir-biriga, "Qo'rqmasdan bundoq kupir so'zlagan bu odam kimdir? Xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'q-ku" deydi. Ularning ko'nglida nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Sizlar buni nima uchun kupurlik deysizlar? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi yoki o'rningdan tur, mang deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida ham gunohlarni kechirim qilish, ham kasallarni saqaytish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray" dedi. Ondan palach kasalga, "O'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib, uyingga qayt" deb buyurdi. Yilqi odam darhol ko'pchilikning oldida o'rnidan dast turib, o'zi yotgan zambilni ilib, Xudoni madhiyliginicha uyga qaytdi. Buningga hayron bo'lgan ko'pchilikmi Xudoni madhiylashdi va hongtong qolgan holda, "Bugun biz aqlimiz yetmaydigan ishlarni ko'rdik" deydi. Bu işten keyin Hazreti İsa u yerdan chiqib, Lavi ismli bir bojgirni ko'rdi. U bosh yig'ilgan joyda o'tiradi. Hazreti İsa uningga, "Manga agashgin" dedi. Lavi o'rnidan turib, ishni tashlab,
Hazreti Aysoga ergashdi. Shu kuni Lavi uyida Hazreti Aysoga katta ziyofat berdi. Taklif qilingan nurg'un bojgirlar va ularga o'xshash kishilarmi Hazreti Ayso va shogirdlari bilan hamdastxon bo'ldi. Keyin ba'zi parisiylar va ularning diniy iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari ranjigan holda Hazreti Aysoning shogirdlariga "Sizlarning bojgir va gunohkorlar bilan bir dastonda o'tirganinglar qanday gap?" deyishdi. Hazreti Ayso ularga "Sog'lom odam emas, balki kasal odam tevibga muhtojdir. Men o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas, balki o'zlarining gunohlarini to'naydiganlarni tavba qilishga chaqirg'ili keldim", deb javob berdi. Ba'zi kishilar Hazreti Aysoga Yahyo payg'ambarning shogirdlari pat-pat ro'za tutib duo qiladi. Parisiylarning shogirdlari mo shunday qiladi. Sizning shogirdlaringiz ajab gap ichibla yuridi-ku, deyishdi. Hazreti Ayso ularga to'yi bo'layotgan yigit texi to'y ziyofatida turgan chog'da mehmonlar hasad chekayotgan odamlardek ro'za tutsa qandoq bo'lg'ini? Albatta bo'lmaydi. Ammo yigitning ulardan elib ketildigan kuni keladi. Ular ana shu chog'da qayg'u hasrat chekkinidan ro'za tutadi, dedi. Hazreti Ayso ularga yana bir tamsil keltirdi. Hech kim yangi ko'nglikini yirtib, uni ko'ni ko'nglikiga yamoq qilmaydi. Unda qilsa, yangi ko'nglakmi yirtiladi. Yirtib ilingan yamoqmi ko'ni ko'nglakka yarashmaydi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni ko'ni tulumga qochilmaydi. Agar unda qilsa, yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yeriladi-da, sharobmi to'kilib ketadi. Demak, tulummi qodin chiqadi. Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak. Uning ustiga ko'ni sharob ichib yurgan har qanday odam yangisini ichishni xohlamaydi. Bo'ldi, ko'nisi yaxshi ekan, deydi.